islom dinida aql va naql muvozanatiga bag'ishlanadi. Kim islom dinini tushunishda aqlni rad etadigan bo'lsa, bu shariatni rad etgan bo'ladi deydi. Imom Maturidiy mana shu har bir toifaning oltin o'rtalik deylik, oltin o'rtalik joyini topib, ilm albatta hissiy a'zolar bilan ham, sahih xabarlar bilan, ishonchli xabarlar bilan ham va albatta sog'lom fikr bilan ham qabul qilinadi, hosil bo'ladi deb buni tushuntirib bergan. Bu shubhaga javob o'laroq islom ulamolari, mutakallimlar, aqida olimlari qanday fikrda? Shuning uchun Imom Abu Hanifa rahimahullohdan so'ralganda ahli sunna va jamoaga qisqacha ta'rif bering deganda Abu Hanifa rahimahulloh aytadiki, ahli sunna va jamoa xorijiylik bilan rofiziylikni o'rtasida va qadariylik bilan jabariylikni o'rtasida va muattilalik bilan mushabbihalikni o'rtasida degan. Men hadisga ergashaman, lekin Abu Hanifaning fahmi bilan ergashaman degan. Bu aqlning o'sha qaysidir ma'noda yaxshilik va yomonlikni ajrata olishiga sabab, isbot. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, ilm ma'rifat shaydolari. Imom Maturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi hamda Ziyo media markazi tomonidan taqdim etilayotgan sog'lom e'tiqod asoslari loyihasining navbatdagi sonida sizlar bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bugun studiyamizga mehmonlar taklif qilganmiz. Ustozimiz Toshkent Islomiy institutida kafedra mudiri, islomshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent Sotimurod domla Pirimov hamda Imom Maturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi ilmiy xodimi Said Komil aka Xolxo'jayev. Azizlar, bugun sizlar bilan asrlar davomida turli bahs munozaralarga sabab bo'lgan va hozirgi kunda ham internetda turli shov-shuvlar qilinayotgan, atrofida shubhalar tarqalayotgan mavzu aynan islom dinida aql va naql muvozanatiga bag'ishlanadi. Ustozlar, studiyamizga xush kelibsiz. Ustoz, islom dinida aql va naql muvozanati haqiqatda bugungi kunda dolzarb mavzu. Mana shu mavzuni o'zim islom manbalarida qanday qaraladi? Musulmon ulamolar bu masalaga qanday yondashgan, shuni batafsil yoritib bersangiz. Alaykum assalom. Avvalo bu ko'rsatuvga taklif qilganlar uchun tashakkur. Bismillahirrohmanirrohim. Bu islom dinida aql va naql muvozanati o'sha 14 asrdan beri o'sha islom dinida turli firqa mazhablar o'rtasidagi dolzarb mavzulardan hisoblanadi. Bu mavzuning hozirgi kunda ham mana bu ijtimoiy tarmoqlar keng tarqalgan davrda ham nihoyatda o'zi dolzarbligicha qolmoqda. Nima uchun? Chunki islom dinida aqliy va naqliy dalillar bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan dalil. Shuning uchun ham islom dinidagi har bir aqidaviy va fiqhiy masalalarda ham aqliy dalillar, ham naqliy dalillar e'tiborga olingan. Bu islom tarixida qaysi bir Mu'tazila, qadariylar kabi aqlni mutlaq hokim sifatida, asosiy dalil sifatida qabul qilgan firqalar borki, u aql qabul qilmaydigan dalillarni garchi qat'iy naqliy dalillar bo'lsa-da rad etishgan. Yoki bo'lmasa islom tarixida mana bu zohiriylar kabi o'sha shar'iy naslarga, Qur'oni Karim oyatlariga, hadis shariflarining zohiriy ma'nolariga mahkam yopishib olib, aqliy dalillarga umuman e'tiborga olmaydigan firqalar, mazhablar bo'lgan. Aynan biz ahli sunna va jamoa, xususan Maturidiya mazhabida har bir masalada aqliy va naqliy dalillarni uyg'un sifatda qabul qilishgan. Ya'ni hech qachon aqlni naqlga yoki naqlni aqlga qarshi qo'ymagan. Chunki Qur'oni Karim oyatlarida, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida ham aqlni e'tiborga olishlik to'g'risida juda ko'plab oyatlar, hadislar kelgan. Jumladan Qur'oni Karim oyatlarida 10 dan ortiq joyda la'allakum ta'qilun, afala ta'qilun, ya'ni aql yuritmaysizlarmi? Shoyat aql yuritsalaringiz degan ma'noda oyatlar bor. Yo bo'lmasa fa'tabir ya ulul absor, aql egalari ibrat olingizlar degan ma'noda oyatlar bor. Ya'ni bu narsalar shar'iy dalillarda ham sof aqidaviy masalalarni bilishda yoki boshqa bir fiqhiy masalalarni bilishda aqlda ham o'ziga xos o'rni bor ekanligi dalil bo'ladi. Bu aqlni yurtimizdan yetib chiqqan olimlardan Abu Shakr as-Solimiy al-Keshi o'zining At-Tamhid fi Bayon at-Tawhid asarida quyidagi o'sha aqlning shariatda o'rni qanchalik daraja ekanligi borasida quyidagi hadisi qudusiyni zikr qilgan. Ya'ni Alloh taolo aqlni yaratgandan keyin aytadiki: "Ma xalaqtu xalqan akramu minka." Sendan ko'ra ham mukarramroq biron bir maxluqotni, mavjudotni yaratmaganman. Bika
u'bad, sen tufayli menga ibodat qilinadi, va bika u'raf, seni vositingda meni taniladi, va bika uhmad, va sen tufayli menga hamd aytiladi, va la akhizu, sen bika, sen tufayli men senga aql bergandan keyin men o'zim jazomga tortishim mumkin, va u'ti bika, sen tufayli insonlarga savob beraman degan hadisi qudusini zikr qiladi. Bu yuqoridagi oyat karimalar, hadislar islom dinida aqlning qanchalik darajada hujjat, dalil ekanligiga dalolat qiladi. Jumladan Maturidiya ta'limotining ulamalaridan Abu Mansur Maturidiy hazratlari ham o'zining mashhur kitob At-Tavhid asarida din masalalarini bilish ikkita asosga, naqlga va aqlga ko'ra tayaniladi. Naql bu Qur'oni Karim oyatlari va hadis shariflar bo'lsa, bu ikkinchisi aql, ya'ni aqliy dalillar ustiga quriladi deydi. Yana mana shunaqa Maturidiya ta'limot ulamalaridan Nuriddin Sobuniy hazratlari o'zining Al-Bidaya fi Usuliddin kitobida Isro surasining mazkur oyat karimasini inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula oyatini zikr qilib, mana inson eshitish ham, ko'rish ham, qalb ham har bittasi mana shu inson ko'rishi, eshitishi, qalbi ham har bir narsaga mas'ul ekanligini zikr qilib, mana shu oyat karimada insondagi eshitish a'zosi haq narsani ham, botil narsani ham ko'radi. Ko'z, qulog'i ham haq narsani ham, botil narsani ham ajratadi. Lekin qaysi bir narsa to'g'ri yoki qaysi bir narsa noto'g'ri ekanligini bilishda albatta aqlga ehtiyoj sezishini mana shu oyatning tafsirida zikr qilgan. Shuning uchun o'tmishdagi payg'ambarlari ham o'z qavmlarini aqliy dalillar bilan haq dinga da'vat qilgan. Ibrohim alayhisalom otasiga aytgan so'zni Qur'oni Karimda Alloh taolo shunday bayon qiladiki: "Ya abati lima ta'budu ma la yasma va la yubsiru." Ey otajon, nima uchun biron bir narsani eshitmaydigan, biron bir narsani ko'rmaydigan bir but sanamga ibodat qilyapsiz? Ya'ni biron narsani eshitmaydigan, biron narsani ko'ra olmaydigan but sanam qanday qilib ibodat qilinishlikka haqli bo'ladi, ibodat qilishga sazovor bo'lishi mumkin degan ma'noda mana shu aqliy dalil bilan ham mana shu o'sha Ibrohim alayhisalom o'z qavmining e'tiqodining xato ekanligini mana shu aqliy dalil bilan isbotlab berishga harakat qilgan. Imom G'azzoliy ham o'sha aytadiki, kim islom dinini tushunishda aqlni rad etadigan bo'lsa, bu shariatni rad etadigan bo'ladi deydi. Chunki islom dinining asosiy hukmlari, asosiy aqidaviy masalalari aqliy qoidalarga, aqlga 100% muvofiq keladi deydi. Shuning uchun Maturidiy ta'limotida bitta masala borki, biz Alloh taoloni payg'ambar alayhisalom orqali tanimizmi yoki payg'ambar alayhisalomning haq payg'ambar ekanligini Alloh taolo orqali tanimizmi deganda aytiladiki, payg'ambar alayhisalomning haq payg'ambar ekanligini Alloh taolo orqali taniymiz. Ya'ni Alloh taolo o'zining haq payg'ambariga bir mo'jiza ato qiladi. Ana o'sha mo'jizani haqiqiy mo'jiza bilan soxta, hiyla, nayranglardan o'rtasini inson aql vositasida, aqli bilan ajrata oladi. Ya'ni bundan ma'lum bo'ladiki, o'sha Alloh taolani tanishda ham, bir payg'ambarning haq payg'ambarligini bilishda ham birinchi o'rinda aqliy dalil birinchi turadi. Rahmat domla. Demak, aql islom shariatida, islom dinida insonning e'tiqodiga asos bo'luvchi bir manba hisoblanadi. Yana Imom Maturidiy hazratlari haqida juda ham ajoyib naql keltirdingiz mana Kitob At-Tavhid asaridan. Demak, ilm hosil bo'lish uchun, demak, ilm aql va naql orqali sobit bo'ladi. Said Komil aka mana shu Kitob At-Tavhid asarida bu mashhur nazariya Imom Maturidiy ilgari surgan, ya'ni ilk musulmon olim hisoblanadilar, ya'ni ma'rifat nazariyasini, epistemologiyani ilgari surgan olim hisoblanadilar. Ya'ni u kishi aytadilarki, demak, ilm hosil bo'lish uchun 3 ta sabab kerak. Birinchisi demak his a'zolari, ikkinchisi xabarlar va uchinchisi sog'lom aql. Va mana shu 3 ta demak ilm hosil bo'luvchi sabablar haqida. Mana siz ko'p sharq falsafasini ham, Yunon falsafasini ham ko'p o'qigansiz. Mana Farabiy bo'yicha mutaxassisligingizni bilamiz. Ibn Sino bo'yicha ham mutaxassissiz. Ya'ni aynan Imom Maturidiy hazratlari ilgari surgan mana shu ma'rifat nazariyasi g'arb falsafasida qanday qaraladi? Avvalambor aytishimiz kerakki, bu aql va naql masalasi bu juda ham mashhur va juda ko'p savollarga yechim beradigan masala hisoblanadi. Chunki Imom Maturidiyning taqdim etgan usuli, ilmiy usuli deylik, atrofida nafaqat bir toifa,
juda ko'p toifalarga qarshi turadi bu bilan, ya'ni o'rtada turadi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, o'z davridan aytadigan bo'lsak, insonlarning orasida faqatgina ota-bobolarini, ya'ni asotirul avvalin deydi-ku, avvalgilarning hikmatlari bilan, avvalgilarning hikoyalari, ertaklari, miflari bilan yashab kelgan qavmlar bo'lgan, millatlar bo'lgan, shunday tafakkur bo'lgan bir tomonda muqaddas kalomni faqatgina o'zini xayolidagi, tasavvuridagi tashbihlar bilan tushunadigan bir toifalar bo'lgan. Uchinchi tarafda bo'ladigan bo'lsa, har bir narsani biz faqatgina aql bilan tushunamiz degan toifalar bo'lgan. Mana shu toifalarning hammasini bularni aytishimiz mumkinki, faqatgina mutaassib yo'nalishda, faqatgina o'zini tutgan yo'lini to'g'ri deb biladigan va ilm va tafakkurga, ratsional fikrlashga ochiq bo'lmagan bir toifalar bo'lgan bo'lsa, Imom Moturidi mana shu har bir toifaning oltin o'rtalik deylik, oltin o'rtalik joyini topib, ilm albatta hissiy a'zolar bilan ham, sahih xabarlar bilan, ishonchli xabarlar bilan ham va albatta sog'lom fikr bilan ham qabul qilinadi, hosil bo'ladi deb buni tushuntirib bergan. Imom Moturidining ilm-fan sohasidagi o'rnini to'g'ri aytib o'tdingiz, epistemologiya sohasida ilk musulmon olimlardan hisoblanadi. Bu nima degani? Ya'ni bilish nazariyasi. Inson qanday qilib biladi va qanday bilganini biz haqiqat deb bilamiz degan mavzuni ilmiy asosda ko'tarib chiqqan. Undan oldin ham turli hikmatlarda, oyat karimalarda, hadislarda bu mavzular bo'lgan, lekin uni tartibli holda kirish qilib, o'zining qoida sifatida kiritgan Imom Moturidi hazratlari hisoblanadi. Undan avval albatta Yunon falsafasi, ilm-fanning bizgacha bo'lgan davridagi bitta oldingi bosqichi deylik. Undan oldin ham Yunon falsafasidan oldin ham falsafalar, ilm-fan rivojlangan, Bobil falsafasi bo'lgan, Misrda ham o'ziga xos ilm-fan rivojlangan. Bizga, ya'ni islom ilm-fanda yangi bir yuksalishga sabab bo'lishidan oldingi bir yuksalish endi Yunonlarga to'g'ri keladi. Yunonlarda ham albatta Aristotel kabi birinchi muallim deb butun fan olamida tan olingan faylasuflar ham bu masalalarga qanchadir miqdorda kirgan va ular asosan materialist nuqtai nazardan, aql nuqtai nazardan olamga yondashgan. Ya'ni biz faqatgina o'sha hissiy a'zolar bilan, hissiy tuyg'ular bilan va aql bilan dunyoni bilishimiz mumkin. Dunyoning narigi bilishimiz mumkin bo'lgan narsadan tashqarida nima borligini biz hech qachon bila olmaymiz degan ma'nodagi bir yondashuvni qilgan va o'shaning uchun u o'ziga xos ilmiy usulni qo'llagan. Ya'ni biror bir narsani bilishing uchun 4 ta savol berishing kerak. Nimadan yasalgan, shakli qanaqa, nima uchun yasalgan va kim tomonidan va hokazo yasalgan kabi yo'nalishi bunday bo'lgan. Biroq vaqt o'tishi bilan islom kirib ketganidan keyin, islom nozil bo'lganidan keyin, haqiqat ochilganidan keyin, insonlarning qalbiga yetib borganidan keyin albatta buni ilmiy asosda ham isbotlab berish zarurati tug'ildi. Ya'ni insonlar haqiqatni masalan to'g'ridan to'g'ri olishi mumkin. Buni ilmiy asosda ham olishi mumkin yoki aqliy jihatdan mustahkamlab ham olishi mumkin. Imom Moturidi ana shu yo'ldan bordilar va ulkan xizmatlarni qildilar. Bu ular taqdim etgan ma'rifat nazariyasiga olib keldi. Ma'rifat nazariyasi nima? Imom Moturidi o'sha 3 ta bilish vositalari taqdim etadi va har birini isbotlab va unga qarshi bo'lishi mumkin bo'lgan savollarga ham javob beradi. Masalan, 3 ta vositaning birinchisi hissiy a'zolar bo'ladigan bo'lsa, hissiy a'zolarsiz ma'lumot olish mumkin emasligini hamma biladi. Ikkinchisi aql bo'ladigan bo'lsa, boya aytib o'tganimdek, ba'zilar aqlni ishlatishimiz shart emas. Bizga faqat naqlning o'zi yoki boshqa toifalarni oladigan bo'lsak, bizga faqatgina avvalgilarning ertaklari, hikoyalarining o'zi yetadi. Bizga ota-bobomizdan qolgan merosning o'zi yetadi. Aql ishlatish shart emas deydigan toifalar ham bo'lsa, ularga nisbatan sen bu fikringni qanday isbotlab berasan desa, faqat aql yordamida isbotlab bera oladi bu fikrini degan bir argumentni, dalilni qarshi ilgari suradi. Shu bilan, ya'ni aqlning ilm hosil qilishda, xulosa chiqarishda va haqiqatni talab qilishda yoki isbotlashda o'rnini bitta savol bilan tushuntirib beradi. Va keyingisi albatta eng muhim qismi bu naql, ya'ni ishonchli xabarlar. Ishonchli xabarlarga ham Imom Moturidi zotan hayotda biz bu narsalarni ko'rib turibmiz. Ya'ni avvalgi o'tgan podshohlar, o'sha davrda aytadigan bo'lsak, Aleksandr Makedonskiy deymizmi, undan keyingi fir'avnlarning haqidagi xabarlarni o'z davrida ularga yetib kelgan xabarlarni ham biz borligini bilamiz. Tarixchilar bularni bizga yetkazib kelgan, bularning hammasi xabardir
degan ma'noda bu savolga ham, ya'ni zotan biz xabarlardan ma'lumot hosil qilyapmiz. Bu xabarlar biror bir masala haqida bizga bilim hosil qilayotgan bo'lsa, demak boshqa masalalar haqida ham, ilohiyot masalasi haqida ham hosil qilishi mumkin ekan degan bir xulosani ilgari suradi va keyinchalik albatta buni nubuvat masalasida, boshqa masalalarda, mo'jiza masalasida sekin-sekin bu fikrlarni qo'llab keladilar. Shu bilan aytishimiz kerakki, ya'ni Imom Moturidiy boya aytib o'tganimdek, ilm fan sohasida insonlarning tabiatiga xos, fitratiga xos bo'lgan yo'lni mustahkam tutadilar va isbotlab beradilar. Va buni masalan musulmon faylasuflarining tili bilan aytadigan bo'lsak, inson kamolotga faqatgina o'zidagi bor qobiliyatlar bilan erishishi mumkin. Masalan deylik, o'simliklar o'zidagi bor qobiliyatlar bilangina meva beradi va undan aql so'ralmaydi yoki aql talab qilmaydi. Hayvonlar ham o'zidagi bor qobiliyatlar bilan bu dunyoda yashaydi va inson ham o'zidagi bor qobiliyatlar bilan o'zining kamolotiga yetadigan bo'lsa, aql o'sha kamolotlarning, o'sha qobiliyatlarning ichida hisoblanadi va hissiy a'zolar ham va xabarlar ham inson qabul qilishi mumkin bo'lgan va qo'llashi mumkin bo'lgan qobiliyatlar ichida ekan. Demak, mana shu qobiliyatlardan orqali inson o'zining bilimini hosil qiladi va kamolotiga yetishadi degan umumiy bir nazariyani ilgari suradilar. Mana shu bilan Yunon falsafasidan ham, hattoki mifologiyasidan ham farqlanib turadi. Demak, o'sha Imom Moturidiy hazratlari mana shu ma'rifat nazariyasini 3 ta: his qilish, aql va uchinchisi xabar sodiq, ya'ni o'sha rost xabar. Demak, g'arb faylasuflari mana shu ikkitani qabul qiladi yuqoridagi. Ya'ni hisni ham qabul qiladi va aqlni ham qabul qiladi. Demak, ixtilof bu yerda uchinchisida, ya'ni xabar sodiqdan. Rost xabar orqali ya'ni haqiqat sobit bo'ladimi, bo'lmaydi? Ilm hosil bo'ladimi, bo'lmaydi? Demak, bu vahiyga borib taqaladi. Ya'ni Imom Moturidiy hazratlari buni isbotlashi bilan, ya'ni vahiy orqali keltirilgan xabarlar rostmi, yolg'on, bu haqiqatmi, haqiqat emasmi? Ya'ni mana shuni qabul qilamiz, qilmaymiz masalasida, demak, bu ixtilof qilishgan ustoz yana mana shu mavzuni davomi o'laroq mana endi vahiyga bog'lab olsakda mavzuyimizni, hozirgi kunda internetda turli savollar chiqyapti, ba'zilar shu shubhalar tarqatishyapti, aynan Moturidiy ta'limotiga. Ya'ni Moturidiylar hadisni aql bilan inkor qiladi. Sahih hadis agar nima deydi, aql hukm masalasi bir hukm aytsa, agar uni muqobilida bir sahih hadis bo'ladigan bo'lsa, uni olishmaydi, uni rad etishadi degan turli xil da'volar ketyapti. Ya'ni Moturidiy ta'limotiga ta'na o'laroq tarqatilyapti bu shubhalar. Aynan mana shu masalani ustoz yoritib bersangiz keyinroq, ya'ni bu shubhaga javob o'laroq islom ulamolari, mutakallimlar, aqida olimlari qanday fikrda? Buni shunday izohlash mumkin. Mana yuqoridagi mavzumizda o'sha ma'rifat sabablari, ya'ni insonga bir narsa haqida to'g'ri ma'lumot hosil qiluvchi vositalar 3 ta ekanligi aytildi. Jumladan o'sha bittasi rost xabar, ya'ni to'g'ri xabar. To'g'ri xabar bu Qur'oni Karim oyatlari, payg'ambarimiz hadislari bo'ladigan bo'lsa, o'sha to'g'ri xabarlardan bir jumlasi. Endi mana shu yerda bitta narsani ajratib olishimiz kerak bo'ladiki, o'sha rost xabar ham 2 qismga bo'linadi. Bittasi mutavatir xabar, ikkinchisi ohad xabar. Mutavatir xabar degani juda ko'pchilik odam xabar bergan xabar. Ohad xabar degani muayyan bir adatdagi insonlar xabar bergan xabar. Endi o'z navbatida mana shu rost xabar 2 qismga bo'lingandan keyin mutavatir xabar qat'iy, shariatda qat'iy dalil bo'ladi. Qat'iy dalil bir narsani inson ushlab ko'zi bilan ko'rganlik darajada qancha bir narsaga aniqligiga borligiga ishonsa, mutavatir xabar o'sha o'z mazmunini o'sha kimga yetib kelgan bo'lsa, mana shunday darajada aniq hukmda ma'lumotni ifoda qiladi. Endi mana shu o'rinda xususan bu aqidaviy masalalarda, ya'ni mutashobih sifatlar borasida mana shu o'tmishda ham hozirgi kunimizda ham mana shunaqa ba'zi bir iddaolar bor. Ya'ni ahli sunna va jamoa, mesela Moturidiy mazhabidagilar ochiq hadis turgan bo'lsa ham bular nima bo'ladi, buni qabul qilmaydi degan e'tirozlar bo'ladi. Avvalo buni biz to'g'ri tushunishimiz uchun mana shunaqa zohirda bandalarning a'zolari bo'lgan hadislar Alloh taologa nisbat beriladi. Bunaqa sifatlarni avvalo buni Qur'oni Karimda mutashobih oyat, hadis shariflarida bo'lsa mutashobih sifat deydi.
Avvalambor mutashobih oyatlarning, mutashobih hadislarning ma'nosini bu dunyoda hech kim bilib bo'lmaydi. Chunki mutashobih oyatlarning hukmini usul fiqh kitoblarimizda shunaqa bayon qiladiki, isabatul haqqiyat fima huval murad minhu. Ya'ni undan nimani Alloh taolo iroda qilgan bo'lsa, biz uni o'sha ma'noni haq deb e'tiqod qilamiz deydi. Shuning uchun mutashobih oyatlar borasida ulamolarimiz aytadiki, masalanki Ar-Rahman ala arsh istava. Mana bu oyat Alloh taoloning kalomi ekanligiga iymon keltiramiz, iqror bo'lamiz. Lekin Alloh taolo undan nimani iroda qilgan bo'lsa, o'sha ma'noni haq deb, to'g'ri deb e'tiqod qilamiz deydi. Shuning uchun bu ahli sunna va jamoada mutashobih oyatlarni ta'vil qilish vojib emas. Mu'tazillar, qadariylar nima qildi? Ta'vil qilish vojib degan ma'noda ular aqliy jihatdan nima bo'ladi? Turli ta'villarga o'tib ketgan va ta'villarga o'tgandan keyin Alloh taolaning sifatlari haqidagi boshqa bir qat'iy dalillarga xilof keluvchi ma'nolarni berib qo'ygan. Chunki Alloh taolo Shura surasida A'udhu billahi minash shaytonir rojim laysa kamislihi shay'un degan. Alloh taolaga o'xshash biron bir narsa yo'q. Ya'ni oyatda ma'nosi unga o'xshash bo'lgan biron narsa yo'q deyapti. Endi mana shu o'rinda yana bitta savol bo'ladiki, nima uchun ahli sunna va jamoada mutashobih oyatlarning ma'nosini Allohdan boshqa hech kim bilmaydigan bo'lsa, nima uchun ba'zi aqida kitoblarimizda, tafsir kitoblarimizda turli mutashobih oyatlarni yoki hadislarni ulamolarimiz turli ma'nolarga ta'vil qilishgan desa, bu o'sha zohiriylar, mushabbihalar nima uchun o'zlari mana shunaqa botil, ya'ni ahli sunna va jamoaning aqidasiga zid bo'ladigan, Alloh taologa bir nuqson keltirib chiqaradigan botil ma'nolarga ta'vil qilganligi uchun o'sha oddiy xalqni, oddiy mo'min musulmonlarni to'g'ri aqidasini saqlab qolishlik uchun ular ahli sunna va jamoaning aqidasiga muvofiq ma'nolarga ta'vil qilishgan. Ta'vil qilganda ham bu oyatdan mana shu ma'no iroda qilingan bo'lishi mumkin. Aniq shu ma'no iroda qilingan degan ma'noda emas, balki bu oyat shunaqa ma'noda bo'lishi mumkin degan so'zni ta'vil qiladi. Shuning uchun Imom Abu Hanifa rahimahullohdan so'ralganda ahli sunna va jamoaga qisqacha ta'rif bering deganda Abu Hanifa rahimahulloh aytadiki, ahli sunna va jamoa xorijiylik bilan rofiziylikning o'rtasida va qadariylik bilan jabariylikning o'rtasida va muattilalik bilan mushabbihalikning o'rtasida degan. Ya'ni muattilalar masalanki shu mu'tazillar Qur'oni Karimda qat'iy dalillar bilan sobit bo'lgan Alloh taolaning sifatlarini aqlga to'g'ri kelmaganligi uchun butunlay inkor qilib yuborgan. Yoki mushabbihalar o'sha qat'iy dalillarda, shar'iy dalillarda sobit bo'lgan Alloh taolaning sifatlarini isbot qilib, keyin mahluqotlar sifatlariga tashbih qildilar. Ya'ni xuddi insonlarning qo'l oyog'i bo'lgani kabi Alloh taolaning ham qo'l oyog'i bor degan ma'noda ba'zi bir ohad hadislarni yoki ba'zi bir mutashobih oyatlarning zohiriy ma'nosini olib, ahli sunna va jamoa mana shu yerda o'rtadan mo'tadil yo'ldan yurishgan. Ya'ni qat'iy dalillar bilan sobit bo'lgan o'sha Alloh taolaning sifatlarini isbot qiladilar, lekin mushabbihalarga o'xshab bandalar, ya'ni mahluqotlar sifatlariga tashbih qilmaydilar. Rahmat domla, demak bu sizni suhbatingizdan shuni xulosa qilish mumkin. Demak, ahli sunna va jamoa aqidasida, jumladan Maturidiy ta'limotida Allohning mutashobih sifatlarini yoki Qur'on hadisda kelgan mutashobih oyat va hadislarni tushunishda, demak, ahli sunnada ikkita yo'l bor. Ahli tafviz, ya'ni uning ma'nosini Allohga topshirish, ya'ni Allohni, buning ma'nosini faqat Alloh biladi deyish va siz yuqorida aytganingizdek, demak, keyingi davr ulamolari, ya'ni xalaf ulamolar tutgan yo'lki, o'sha ba'zi oyatlarni tushunishda ularni Alloh mana shu ma'noni iroda qilgan bo'lishi mumkin degan ma'noda ta'vil qilish, ya'ni uni qat'iy ma'nosida oyatning ma'nosi mana shu deb emas, balki o'sha mu'tazilalar yoki qadariylar singari yoki mushabbihalar singari oyatning ma'nosi mana shunday deb qattiq turib olish ma'nosida emas, balki uni ma'nosi palondaqa bo'lishi mumkin. Chunki Allohning bu oyat mana shu ma'noni ehtimol qiladi. Chunki oyatning siyoqi yoki hadisning mazmun mohiyati mana shu ma'noga dalolat qiladi degan ma'noda, demak, ta'vil qiluvchi, demak, ahli sunna olimlar bor. Demak, tushunishimiz mumkinki, ahli sunna va jamoa e'tiqodi mana shunday, siz yuqorida aytganingizdek tafviz yo'li bor. Bu o'sha aslan mana shu salaflarning tutgan yo'li, o'sha aqida kitoblarimizga kelgandek va keyingi davr ulamolari, xalaflar ham ta'vil qilishgan, faqatgina ya'ni ba'zi o'sha adashgan toifalarning ma'nosiga kirib ketib qolmasin odamlar, oddiy xalq uchun, oddiy xalq tushunishi uchun
mana shu ma'noda bo'lishi mumkin bu yerda. Ya'ni Alloh mana shu ma'noni iroda qilgan bo'lishi mumkin degan ma'noda. Ya'ni qat'iy turib olish ma'nosida emas, ya'ni mana shu ma'noda ta'bir qilishgan. Mana shu o'rinda bekorga o'sha Abu Shakr As-Solimiy At-Tamhid kitobida aytadiki, adashishlikning ikkita asosiy sababi bor deydi. Birinchisi ilmsizlik, ya'ni ilm bo'lmagandan keyin odam adashib ketishi mumkin. Ikkinchisi o'sha shar'iy naslarga, ya'ni Qur'oni Karim oyatlariga, hadislarning zohiriy ma'nosiga nima bo'ladi? Ko'r-ko'rani yopishlik deydi. Shuning uchun ham o'sha Hanafiy mazhab ulamolaridan Abu Said Al-Xodimiy Majmu'ul Haqoiq degan asarlarda bitta gapni aytadiki, vazifatul avam at-tamassuku biqawlil fuqaha dunal kitob va sunnah. Ya'ni oddiy ilmi bo'lmagan odamlarning vazifasi ular faqihlarning, ulamolarning so'zlarini hujjat qilib olishlik kerak. Xoh aqidaviy masalalarda, xoh fiqhiy masalalarda, xoh axloq odobga doir masalalar. Ularning bevosita Qur'on va sunnatdan hukm olishlikka ularning ilmi yetarli emas deydi. Shuning uchun ham nima deydi? Boyagi mana shu Maturidiy mazhabida boyagi aql bilan hadislar rad qiladi degan gaplar hammasi ilmsizlik oqibatida gap. Chunki u odam mana shu borada bitta hadisni dalil qilib olib, aynan shu masalada boshqa shar'iy qat'iy dalillarga e'tibor qaratmayapti yoki bilmayapti. Chunki oyatda laysa kamisligi shay'un degan. Vaholanki shar'iy dalil, naqliy dalillarda ham, aqliy dalillarda ham har bittasi dalil qat'iy va zonniyga bo'linadi. Ya'ni qat'iy dalillar va qat'iy bo'lmagan dalillar hisoblanadi. Bir masalada ikkita dalil bir-biriga qarama-qarshi kelib qolsa, o'z-o'zidan qat'iy dalillar ustun qo'yiladi. Yana bu masala asli kelib chiqadigan o'zagi asosi buni taaruzun nusus deydi. Ya'ni shar'iy dalillarning o'zaro bir-biriga qarama-qarshi kelish masalasi degan bir usul fiqh fanda alohida shunaqa mavzu bor. Nima uchun bu mavzu kelib chiqqan? Aslida o'zi Qur'oni Karim oyatlarining bir oyat ikkinchi oyatga yoki bir hadis ikkinchi hadisga yoki oyat hadisga yoki hadis oyatga qarama chiqishligi mumkinmi yoki mumkin emas degan masala. Bunga ulamolarimiz javob beradiki, o'sha oyatlar o'rtasida, hadislar o'rtasidagi umuman olganda shar'iy dalillarning o'zaro qarama-qarshi bo'lishligi sizni bizga nisbatan, ya'ni sizni biz oddiy insonlarning tushunchamizda, tasavvurimizda bir oyat ikkinchi oyatga yoki bir hadis bir oyatga qarama-qarshi bo'lgan deb ko'rinadi. Asli voqelikda haqiqatda shar'iy dalillar o'rtasida umuman mutlaqo qarama-qarshilik yo'q. Nima uchun? Chunki oddiy bir insonning ikkinchi gapi birinchi gapiga zid kelib qolsa, bu insonda qolganlar nima deb o'ylaydi? Endi butun olamlar yaratuvchisi bo'lgan mutlaq alim bo'lgan zotning qanday qilib bir oyati, bir kalomi ikkinchi oyatga yoki uning haq bo'lgan rasulining so'zi qanday qilib bir oyatga qarama-qarshi kelishligi mumkin. Shuning uchun bu qarama-qarshilik sizni bizni oddiy insonlarning tasavvurida qarama-qarshilik bo'lganda ko'rinadi. Asli voqelikda haqiqatda shar'iy dalillar o'rtasida qarama-qarshilik yo'q. Shuning uchun ham bu biron bir Qur'on hadisdan hukm olishlikda avvalo bu dalillarni qanaqa dalil olish yo'llarini bilish kerak, dalillarning turlarini bilish kerak. Dalillar o'zaro qarama-qarshi qilganda qanaqa yo'ldan yuriladi, qanaqa uslubdan foydalanadi degan masalalarni bilib olishimiz kerak. To'g'ridan-to'g'ri biron bir oyatni yoki hadisning zohiriy ma'nosiga shunday olib shariatda shunaqa deyilgan ekan deb gapirishlik bu to'g'ri emas. Albatta domla, juda ham dolzarb mavzuni ko'tarish, chunki hozir yana borib o'sha mazhab tutishga borib taqalyapti mavzu. Insonlar, ya'ni avom xalq, oddiy musulmon insonlar baribir barcha musulmon hozirgi kundagi oddiy deb bo'lmaydi, balkim olimi ham, xosi ham, omi ham, ya'ni hammasi mazhabga ergashishi kerak. Ya'ni bu borada mazhab ulamolari nima degan, faqihlar nima degan, ya'ni aqida olimlari nima degan bu borada deb o'sha masalani ularning so'zi orqali hadisni, oyatni tushunish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu o'rinda o'sha Muhammad G'azoli, shu zamonaviy muhaddis G'azolining gaplarini keltiramiz. U kishi aytadilarki, bir kuni bir joyda so'rashgan ekan, siz o'zi muhaddis bo'lsangiz, nega hadisdan o'zidan to'g'ri hukmni olavermaysiz? To'g'ridan to'g'ri olavermaysizda, balkim Abu Hanifa mamdaqa degan ekan, bu masalada Abu Hanifaning fikri mamdaqa, Hanafiy mazhabida bunday deb mazhabni fikrini keltirasiz. O'zingiz to'g'ri hadisdan hukm olib qo'yaversangiz bo'lmaydimi desa, men undan ko'ra hadisga ergashsangiz bo'lmaydimi degan ma'noda so'rashgan, tanqid qilishgan. Olimning fikriga ergashib hadisga ergashmaydi desa, yo'q, men ana attabiul ahadis valakin bifahmi Abi Hanifa. Men hadisga ergashaman, lekin Abu Hanifaning fahmi bilan ergashaman degan.
men hadisga ergashyapman, men ham oyatga ergashyapman. Lekin Abu Hanifa rahmatullohi alayhni haqiqatda aql va naql mavzusi juda ham dolzarb. Bu masalada mavzuga aloqador bo'lgani uchun Said Komil aka bir sizga savol bermoqchiman. Endi Maturidiy ta'limotida, ya'ni kalom ilmi kitoblarida bir bahs ketadi. Ya'ni mas'alatul husni yoki mas'alatut tahsin va taqbih, ya'ni narsalarning yaxshi yomonligini aql bilan bilish mumkinmi? Yoki shariatga ehtiyoji bormi? Mana shu masalada sizni fikringiz va ulamolarning so'zini bir bizni kuzatuvchilarimizga tushuntirib bersangiz. Juda ham bir muhim masala, chunki bu bevosita aqlning vazifasi bilan bog'liq. Avvalambor biroz avvalgi savolga ham qo'shimcha qilib o'tsam, siz aytdingizki, o'sha Imom Maturidiy ning usulini ba'zilar aytishadiki, ya'ni aql bilan hadisni rad qilasizlar deb ta'na qilishadi deb aytdingiz. Aslida o'sha javob savolning o'zida turibdi. Ya'ni bu ta'naning o'zi xato. Agar bu to'g'ri bo'lganida, ya'ni haqiqatdan ham Imom Maturidiy yoki Maturidiylik aql bilan hadislarni rad qilganida ularning aytayotgan gapi isloh bo'ladi. Ya'ni bizni isloh qilmoqchi bo'ladi. Lekin ularning ta'nasi haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Biz buni qanday deb to'g'rilagan bo'lardim? Aslida Maturidiylik yoki ahli sunna hadislarni aql bilan tasdiqlaydi. Bu o'rtada juda ham katta farq bor. Nimaga? Buni o'sha epistemologiya deymiz, fan nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, insonlar boya aytib o'tdik, ma'lumotlarni 3 ta narsa bilan oladi. Hissiy a'zolari bilan oladi, xabar bilan oladi va aql bilan oladi. Hissiy a'zolar bilan va xabar bilan olingan ma'lumotlar birlamchi ma'lumotlar hisoblanadi. Bugungi kunda ham fan olamida birlamchi ma'lumotlar deyiladi. First order deydi, masalan ingliz tilida birinchi darajadagi, ya'ni shubhasiz qabul qilinadi. Birinchi darajadagi birlamchi xom ashyo deylik. Endi falsafada ham, bugungi kunda ham aqlning xom ashyosi ikkilamchi ma'qulotlar deyiladi. Ya'ni ikkinchi darajadagi ma'lumotlar deyiladi. Bu konsepsiyalar, tushunchalar, ya'ni qo'l bilan his qilinmaydigan, his qilinadigan narsani zotan qo'lning o'zi his qiladi. Ko'riladigan narsani zotan ko'zning o'zi ko'rib beradi. Endi ko'rilgan va his qilingan narsalardan hosil bo'ladigan ikkinchi darajadagi qayta ishlangan ma'lumotlar, bular konsepsiyalar deymiz, tushunchalar deymiz, g'oyalar deymiz. Aql ana shu narsalarni ustida ishlaydi. Endi biz hadis shariflarni yoki oyat karimalarni agar biz tasavvur qilayotgan bo'lsak, yoki xayol qilayotgan bo'lsak, biz uni o'sha aql bilan tushunmayotgan bo'lamiz. Bu faqatgina hissiy a'zolarimizdagi darajaga tushirgan bo'lamiz u narsalarni, deyishadi olimlar. Olimlarning vazifasi, lekin hamma inson ham o'zini aqlini yetarli darajada ishlata olmaydi. Bunga turli xil ijobiy va salbiy sabablar bor. Ya'ni ijobiy sabablar mashg'ul tirikchilik bilan band bo'lishi mumkin, o'qishga, bilim olishga vaqti bo'lmasligi mumkin, kasbkori bilan mashg'ul bo'lishi mumkin va hokazo. Biror bir sohaga har bir inson hamma sohaga ham chuqur kirib keta olmaydi. Qaysidir darajada yetinishi mumkin. Mana shu ma'lumotlar menga yetadi, qolgani menga hayotimda shart emas degan darajada bo'lishi mumkin. O'sha darajadan yuqori darajadagini soha olimlarining vazifasi hisoblanadi. Bu soha olimlarining vazifasi aql bilan tushunish mumkin bo'lgan masalalarni, konsepsiyalarni deymiz, g'oyalarni deymiz, insonlarga aqli o'sha sohada yetarli darajada rivojlanmagan, ya'ni chuqur o'rganmagan insonlarga, omiy insonlarga yoki umum insonlarga tushirib beradi. Masalani osonlashtirib beradi. O'sha tavil deganimiz shu narsa. Ya'ni u insonlarga masalan Allohning o'sha qudrati degan tushunchani tushuntirish uchun qudratni tushuntirib berishingiz kerak. Fizikadan boshlab, ijtimoiy qudrat, fizik qudrat va boshqa qudratlarni, bu dunyodagi hamma qudratlar qanday, nimadan iborat ekanligini bilmagan insonga siz bu dunyodan tashqaridagi qudrat tushunchasini tushuntirib bera olmaysiz. Hattoki masalan siyosiy qudrat nima, harbiy qudrat nima, bularning hammasini ham inson qabul qila olmaydi. O'zi ko'rgan narsasini qabul qiladi. Endi bu narsaga bular qudrat tushunchasini, oliy darajadagi qudrat, ilohiy qudrat tushunchasini u insonlarga to'g'ridan to'g'ri tushuntirib beradigan bo'lsangiz qabul qila olmaydi. U o'zini xayoliga olib boradi, tasavvuriga olib keladi va darajasini tushirib aql bilan qabul qilmay qoladi. Ya'ni aslida bizga ta'na qilayotgan insonlarning o'zi sizlar oyat karimalarning va hadis shariflarni bizning tasavvurimizdagichalik qabul qilmayapsizlar degan ta'na bo'ladi aslida. Vaholanki Imom Maturidiy va ahli sunna olimlari o'sha tafviz dediz, boshqa dediz, tavil dediz, aslida uni hikmat darajasida, aqliy tushuncha darajasida qabul qilishadi.
lekin hamma ham aqliy tushunchalarni tushunmagani uchun ba'zan insonlarga soddaroq tilda tushuntirib berishga harakat qilishadi. Bu o'sha Mu'tazila yo'lidan ketmasdan, inkor qilmasdan, sen shunday tushunsang bo'lib turadi, senga xos bo'ladi, lekin biz unday tushunmaymiz, biz o'zimizning darajamizda tushunamiz degan ma'noda. Endi bundan biz nimani tushunamiz? Aqlning vazifasini tushunamiz. Aqlning vazifasi o'sha ikkinchi darajadagi aqliy tushunchalar deylik bilan shug'ullanadi. Bu yaxshilik ham, yomonlik ham, go'zallik ham, qabihlik ham mana shu tushunchalarning o'ziga kiradi. Buni bir soddaroq tilda tushuntirib beraman. Bu masalada juda ham bir mutassiblikka ketgan faylasuflardan bittasi Platon. Platon aytadiki, hamma narsa g'oyalardan iborat, tushunchalardan iborat. Materialning o'zi yo'q deydi. Masalan, biror bir gulni o'rtaga qo'yishadi-da, bu gul go'zalmi, go'zal emasmi deydi. Hamma bu gulni go'zal deydi. Go'zalligini isbotlab bergan materiallik jihatdan deydi. Go'zalligini material jihatdan isbotlab bera olmaysiz. Sizni xayolingizda, tasavvuringizda va aqlingizda bu go'zal degan tushuncha bilan uyg'unlashgan. Chunki go'zal gulning nimasi go'zal? Hajmi go'zalmi, rangi go'zalmi yoki birgalikdagi garmoniyasi go'zalmi degan tushuncha bilan aytadiki, Platon hamma narsa g'oyalardan iborat deb mutassiblikka ketadi. Aristotel aksincha, hamma narsa jismdan iborat va biz esa g'oyalar ham mavjud, aql ham mavjud, jism ham mavjud deymiz. Mana shu darajada endi aqlning vazifalari o'sha go'zallik nima, yaxshilik nima va yomonlik nima degan masalaga keladigan bo'lsak, ba'zilar aytishadiki, faqatgina naqlni olamiz degan toifalar inson aqli bilan nima yaxshi, nima yomon, nima to'g'ri, nima noto'g'ri, nima gunohga olib boradi, nima savobga olib boradi degan narsani bilmaydi. Biz faqatgina kitobda yozilgan yoki bizga xabar berilgan ma'lumotlarnigina olishimiz kerak degan toifada yo'nalishlar bor. Ba'zilar borki, hamma narsa aql bilan erishiladi. Go'zallik, yaxshilik, savob va boshqa narsalar ham aqlimizga to'g'ri kelsa, aqlimiz qabul qilsagina biz uni qabul qilamiz degan toifalar ham bor. Ya'ni naqlga ehtiyoj yo'q. Naqlga ehtiyoj yo'q degan narsalar. Bu o'zi aslida xatarli, chunki bu tushuncha bilan siz kitobdagi har qanday aqlingizga to'g'ri kelmagan masalani savob, u savob emas deb tahlil qilib tashlashingiz mumkin bo'ladi-da. Endi o'rtasida esa chegara bo'lishi kerak, demak. Ikkita toifa bo'lgandan keyin u ikkita toifani qaysidir darajada birlashadigan o'rtadagi chegarasi bo'lishi kerak. Demak, aql qaysidir ma'lumotlarni tahlil qila olish kerak, go'zallik yoki yomon, yaxshi yoki yomon ekanligini va qaysi darajaga yetib bormasligi kerak. O'rtadan qaraydigan bo'lsak, obyektiv qaraydigan bo'lsak, bizning olimlarimiz Imom Moturidiy va umuman ahli sunna olimlari mana shu o'rta yo'lni taniydilarki va chegarasini belgilab berishadi. Buni biroz hikmat bilan bog'lab tushuntiradigan bo'lsak, insonni Alloh taolo insonni yerda yaratganidan keyin yerda uning xalifasi bo'lishini, yerni obod qilishini, yer yuzida yashab, ko'payib, zurriyotlar qilib, umuman solih jamiyatlar barpo qilishini zimmasiga yuklagan ekan. Demak, bu narsalardan to'sadigan narsalar ham bor. Ya'ni bu maqsaddan insonni to'sadigan narsalar ham bor. Inson o'z aqli bilan o'zini yashab qolishidan, ijtimoiy hayotda yashashidan va kamolotiga erishishga oldida to'siq bo'ladigan narsalarni o'z aqli bilan bila oladi. Bu oila masalasida ham bo'lsin, bu ijtimoiy hayot masalasida bo'lsin, siyosiy boshqaruv masalasida bo'lsin, gigiyena masalasida bo'lsin, oziq-ovqat masalasi, har qanday masalada inson o'ziga zarar yetishi mumkin bo'lgan narsani aqli bilan ham biladi, tajribasi bilan ham biladi. Bu aqlning o'sha qaysidir ma'noda yaxshilik va yomonlikni ajrata olishiga sabab, isbot. Faqat bu yerda savol bo'ladi. O'sha yaxshiliklaringiz sizga bu dunyoda foyda keltiradimi? Yoki bu dunyoda ham foyda keltiradimi? Ya'ni savobi ham bormi? U yaxshiliklar, yomonliklaringiz bu dunyoda zarar berishi bilan birga u tomonda oqibati ham bormi degan masalada ulamolarimiz aytadiki, bu yerda aqlning vazifasi to'xtaydi. Chunki bu endi g'ayb ilmiga kiradi. Qaysi yaxshiliklarga qancha savob berish, qaysi yomonliklarni qanday jazolash, bu aqlning vazifasi emas. Aql topa olmaydi uni. Bu narsani Allohning irodasiga bog'liq bo'lgan narsa. Alloh xohlagan yaxshiliklariga, xohlagan usulda mukofot beradi o'z fazli bilan, xohlagan yomonliklarga xohlagan shaklda o'z adolati bilan jazo beradi. Uning adolati va fazli insonning aqli doirasida emas degan bir fikrni ilgari surishadi. Shu bilan ma'lum bo'ladiki, ya'ni inson hayotida, bu dunyoda
yashab qolishi uchun va u dunyoda ham najot topganlardan bo'lishi uchun aqlning o'zi kifoya qiladi deyishadi. Hattoki Imom Moturidiy Tavhid kitobida mana shu narsani o'zini ham olib aytadilarki, ya'ni insonning aqli bu dunyoda najot topish uchun yetadi. Lekin bitta narsani aytishimiz kerakki, inson agar har bir narsani aqli bilan topadigan bo'lsa, tajriba bilan topadigan bo'lsa, unga zulm bo'ladi. Ya'ni bir inson, bir jamiyat ekstremal holatda deylik holatga tushdi va u endi bu yerdan yashab qolish uchun har bir narsani yeb ko'radigan bo'lsa, kimlardir bundan zararlanadi. Har bir ijtimoiy munosabatlarda har bir munosabatlarni qilib ko'radigan bo'lsangiz, bundan inson qaysidir kimgadir zulm bo'lib qolishi mumkin, to buni anglab yetganingiz uchun. O'shanda Alloh taolaning rahmati bilan ba'zan hidoyat kelishi mumkin. Aql shundoq ham davrlar osha, tajribalar osha o'zining metodologiyasi bilan topishi mumkin bo'lgan narsalarni hikmat bilan, o'sha naql bilan Alloh taolo bandalarga rahmat qilib, ba'zi yo'llarni tezroq insonlarga ko'rsatib qo'yishi mumkin degan tarafi ham bor. Aynan shu masalani Imom Moturidiy hazratlari aytadilar. O'sha haligi inson o'ziga foydali yoki zararli narsani ajratish uchun tatib ko'rsa, insoniyat qirilib ketishi mumkin edi degan. Haqiqatda o'lib ketishi mumkin edi. Nimani misol uchun ozuqa sifatida yey, qidirish mumkin. Yo'q, Alloh subhanahu va taolo va allama Adamal asma'a kullaha, ya'ni odamga hamma narsaning nomini o'rgatdi. Islom ta'limotida odam alayhissalom demak yerga tushgan paytlarida hamma narsadan xabardor bo'lganlar. Nimani yeyish kerak, nimani yemaslik kerak, qaysi hayvon zararli, qaysi hayvon yirtqich, hamma narsadan xabardor bo'lganlar. Ya'ni u sivilizatsion holatda bo'lgan, unaqa, ya'ni rivojlangan odam bo'lganlar u kishi. Ya'ni boshqa ta'limotlardan xilof o'laroq bu. Demak, Moturidiy ta'limotida aql va naql uyg'unligi ta'minlangan va sizni suhbatingizdan ham shu ma'lum bo'lyaptiki, demak, ba'zi insonlar faqatgina demak inson yaxshilik va yomonlikni o'zi ajrata olmaydi. Demak, ashariylar aytadilar, husn va qubuh masalasida naqlga ko'proq e'tibor qilishadi. Ya'ni naql kelmaguncha inson narsani yaxshi yomonligini bilib bo'lmaydi. Misol uchun o'g'rilik. O'g'rilikni olib qaraydigan bo'lsak, o'g'rilikni yaxshi yomonligini naql orqali bilamiz deydi ashariylar. Oddiy misol. Endi Mu'taziliylar nima deydi? Shariat kelmasa ham biz o'g'rilikning yomon ekanligini bilamiz. Chunki o'g'rilik birovning haqqini olish, birovni ziyon yetkazish, bu aqlingiz bilan bilasiz. Birovni haqqiga ziyon yetkazmaslik kerak ekanligini, u shariatga ehtiyoji yo'q deydi Mu'taziliylar. Va Imom Moturidiy aytadilarki, mana shu yerda demak aql orqali o'sha narsani yaxshi yomonligini bilish mumkin. Lekin unga gunoh yozilishi, ya'ni uning shar'iy oqibatlarini naql isbotlay ko'rsatadi. Ya'ni Imom Moturidiy hazratlari aytadilarki, o'rta yo'l qaysi yo'l? Imom Moturidiy narsalarni yaxshiligini bilish mumkin, lekin u vojib qilmaydi. Vojib qiluvchi Alloh bo'ladi. Shunaqa ustoz. Agar qo'shimchalaringiz bo'lsa, fikri shu. To'g'ri aytasiz. Bu aql borasida asosan islom diniga mansub mazhablarda 3 ta fikr egalari bor. Birinchisi Mu'tazillar, ikkinchisi Ashariylar, uchinchisi Maturidiylar. Mu'tazillar aqlni mutlaq hokim sifatida, ya'ni bir narsani yaxshi va yomon deb hukm qiluvchi bu aql deydi. Ashariylar nima bo'ladi? Bu borada hokim shariat, ya'ni shar'iy dalillar deydi. Shu borada Maturidiylar o'rta yo'lni tutadi. Ya'ni aql hokim emas, lekin narsalarni bilishlikka vosita deydi. Vosita, hukm yana qiluvchi bu Alloh taolo deydi. Yana mana shu yerda bitta narsani yaxshi bilib olishimiz kerakki, aql hamma narsani ham bilishga vosita bo'lavermaydi, balki aksar ko'proq narsalarni bilishga vosita bo'ladi. Masalan, tasavvur qilingki, bir inson ikkinchi insonni o'ldirmoqchi bo'lib orqasidan quvib kelyapti. Shunda boyagi qochib kelayotgan odam bir joyga yashirinsa, buni ko'rib turgan odamdan boyagi o'ldirmoqchi bo'layotgan odam so'radi. Mana shu yerda boya bir odam qochib ketgan, qayerda desa, yashiringanini bilib turibdi. Mana shu yerda rostini aytsa, bu odam o'ldiradi. Lekin rostini aytmay ko'rmadim yo boshqa ketdi desa, bu odam bitta odamning hayoti saqlanib qoladi. Mana shu yerda aqlga qarasangiz, bu odam yolg'on gapirdi deydi. Lekin shariat nima deydi? Mana shu yerda yo'q. Yolg'on gapirsa ham bitta odamning hayotini saqlab qolishlik uchun mana shu yerda o'sha rost gapirmaslik kerak deydi. Ya'ni demoqchimizki, aql har doim ham 100% ham vosita bo'lavermaydi. Ya'ni aksar ko'p o'rinlardagina vosita bo'ladi. Mana shu jihatdan Maturidiylar nima bo'ladi? O'rta pozitsiyanidan tutishgan. Rahmat ustozlar, haqiqatda mavzuyimiz qizib ketdi. Agar bizga qo'yib bersa hozir ancha yana buni soatlab gaplashishimiz mumkin bu mavzuni.
lekin o'sha vaqt chegaralangan, shuni inobatga olgan holda sizlarga o'zimizni chuqur minnatdorchiligimizni izhor qilmoqchimiz. Yana Xudo xolasa keyingi mavzularimizda bu mavzuni yana davom ettiramiz. Aziz kuzatuvchilar, shu bilan bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi ko'rsatuvlarimizda, keyingi podkastlarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.